Hop, yana bir-ikkita narsani qo'shsak, quvvatgan zelamiz tayyor bo'ladi. Kompot masandan so'raganimdek gul olib keldingmi? Masanga yutuvdim. Ha, yalmoqsiz sen aytgandek gullarni olib keldim. Даже ikkita olib keldim qarang. Qachon tayyor bo'ladi? Men yomon kutyapman shuni. Kompot bu ximiya-ku, bu yoqda shoshish kerak emas. Unda hamma narsa o'xshamay qolishi mumkin. Men senga hozir zeliyalik qilishni o'rgataman-da, keyin sen ikkinchi almoq bo'lasan. O, yalmoqsiz agar men ham ikkinchi yalmoqsiz bo'lsam, mana shunaqa boshingdagi shlyapa bo'ladimi menda? Voy, burningga xolam o'sib chiqadi kompot mandaka. Xo'p, mana buni bu yoqqa solgan endi qo'lingdagi gulni. Hop, maylim. Hop, hozir bitta, ikkita ana bo'ldi. Tushunmadim, nima bo'ldi? Yalmoqsiz hammasini to'g'ri qilyapmizmi? Ha, kompot biza hammasini to'g'ri qilyapmiz. Mana bu yana kitobni oxirigacha o'qib oling, narsalarni o'rganib oling. Keyin davom ettiramiz. Bo'ldi. Hop, unda men keyingi narsani ham qo'limda ushlab turibman. Yana kimdir ham uyimga keldi, hozir qaraychi. O, salom qishloqi. Mana kim bu? Salom kompot, qalaysan, yaxshimisan? Bu meni kuchugim kompot. Chiroyli ekanmi? Aha, chiroyli ekan. Kompot, men hozir boshqa masala bilan keluvdim. Men shaharga ketaman demoqchi, kuchugim ozgina soatga qolib tursin, iltimos. Voy, yo'q, qishloqqa uzr, biz yalmoq bilan ziyla qo'ymizda, xavfli bo'lishi mumkin. Iltimos kompot, bu sizlarga umuman xalaqit bermaydi. Iltimos kompot, 1-2 soatga bo'lsa ham qolib tursin. Men shundan tez borib kelay. Voy, qishloq endi mana ham chunga men olib qololmayman. U yerda olov ochiq, hamma yoq qaynayapti. Kompot, bu sizlarga rostdan xalaqit bermaydi. Bu judayam yaxshi. O'tgan safar men uni yarim soatga uyda qoldirib ketganimda, u hamma narsa kiyim yeb qo'yib, keyin doktorga borishga to'g'ri keldi. O'sha ovqatdan yegisi kelar ekanda unda. Kompot kulgili emas. Iltimos, ozgina qolib tursin. Nu, endi bizda hamma yoq qaynayapti, mayli. Agar so'z bersang, bu bizga xalaqit bermasa. Ha, kompot, bu 100% sizlarga xalaqit bermaydi. Bu jim o'tiradi oldinglarda, mana men senga o'yinchog'ini berib qo'yaman-da, mana shu o'yinchog'ini o'ynab o'tiradi. Mayli qishloq, unda men buni olib qolaman. Rahmat senga kattakon kompot, men 4 soatdan keyin kelaman. Xayr, yaxshi o'tiringlar. Mayli, bo'pti qishloqqa, yaxshi borib kel. Nu, mayli. Keyin meni uyimga xush kelibsan, kiravermaslikka. Xo'p, mana kir. Faqat stolga chiqib ketmagin, iltimos, yomon narsalar bor yo'da, ishingni yopib qo'yamiz. Bo'ldi, Mamatga men qara o'yinchog'ingni berib qo'yaman-da. Ana bo'ldi, o'yinchog'ingni o'ynab o'tir. Rostdan ham o'ynab o'tirasың. Yalmoq qara bizda kim keldi? Bu qozonga soladigan keyingi narsamizmi? Unaqa hazillashmang, qanaqasi buni qozonga solamiz. Hazillashdim umuman. Kompot, keyingi narsa ham oldingdanmi? Hozir solish kerak uni o'zi. Ha, yalmoq mana qo'limda turibdi. Bo'ldi, hozir men o'qiychi qancha solish kerak. Aha. Bo'ldi kompot, ozgina tomchi solsang bo'ldi ekan, yetarkan. Ozgina tomchi deysanmi? Mayli. Hop, mayli 1. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. 2. Vau, kuchi judayam shirin ekan-a. Yalmoq sizlar o'rtoq bo'ldinglarmi? Menga kuchuklar judayam yoqadi kompot. Yana qara, kuchuk qanaqa shirinligini. Bo'ldi, yalmoq, men ozgina soldim. Endi nima qilish kerak? Kompot, ishonmaysan, lekin bo'ldi, bu уже tayyor. Hop, men buni olovdan olaychi. Hop, ana bo'ldi, kompot tayyor. Ura, tayyor bo'ldi. Keyin buni tekshiramiz. Qanaqa effekt beradi bu? Yo'q, kompot, sen jiddiroqmisan? Senga buni ichish mumkin emas. Voy, nimaga bu menga mumkin emasmi? Nimaga? Bu zeli zombi hayvonlar uchun faqat ishlaydi. Agar buni zombi ichsa, zombi odam bo'ladi. Rostdan ham aytganchi. Ajoyib ekan. Agar zombiga buni ichirsangiz, zombidan odam bo'ladi. Drakonga ichirsangiz, drakondan odam bo'ladi. Vau, juda ham ajoyib ekan. Kompot, bu judayam zo'r zeli, lekin buni o'zi qorong'iroq, issiqroq joyda ushlash kerak.
Ha, yalmog'iz buni bizani skladimizga olib borib qo'ysa bo'ladi. Yo qorong'i, issiqqina yana. Bo'ldi, unda ketdi u yoqqa. Bo'ldi, ketdi yalmog'iz. Voy kompot, nima qilding? Voy, uzr yalmog'iz, men bilmasdan to'kib yubordim. Biza buni shuncha qaynatuvdik-yu, bor tezroq endi latta olib kel. Voy, uzr yalmog'iz, men rostdan bilmasdan to'kib yubordim. Bo'ldi, hozir tezman yugurib skladdan latta olib kelaman. Voy, hammaga salom do'stlar, meni ismim Kompot, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Biz yalmog'iz bilan 3 soat biz zeli qaynatib o'tdik. Mayis uni hozir bilmasdan to'kib yubordim. Endi o'z tezroq latta olib borishim kerak. Voy, qattiq deyapti. Kompot, nimaga bunaqa to'kib yuboradi men bilmayman. Shuncha qaynatuvdik biza buni. Endi nima, kimga beramiz? Bu shu gami yoki nima, kuchuk gami? Aytgancha. Biz endi shuncha bekorga qaynatmadik-yu, to'g'rimi? Mana bu kuchukka beraversa bo'ladi, mana shu kuchukni ham как раз tekshirib ko'ramiz. Voy kuchukcha, qalaysan, yaxshimisan? Senga go'sht yoqadi-yu, to'g'rimi? Yoqadimi? Ha, men ko'zingdan ko'ryapman-u yoqishini. Mana sen mana shu yerdan olib yegin. Xo'p, qanicha? Ana yeyapti. Qanicha ishlarmikin endi bu? Vau, o'xshadi. Mana latta bilan bitta chelak suv oldim. Endi hozir uyog'ini tezroq artib yuborish kerak, tezroq. Voy, lekin shuncha qaynatuvdik-ya. Mayli, hozir endi boshqatdan qilishga to'g'ri keladi menimcha. Tushunmadim. Men yo'ligimda bu yoqda nimalar bo'ldi? Kompot, bizani eksperimentimiz o'xshadi. Qarab, zeli o'xshadi. Mana bu kuchuk yalab ko'rdi-da, odam bo'ldi. Gaf. Men nima endi gapira olyapmanmi? Gaf. Ha, men endi gapira olyapman. Gaf. Kompot, bu qishloqni kuchugi. Nima, yalmog'iz bu qishloqni kuchugimi nima? Voy, nimaga sen bunaqa qilding? Endi bizani eksperimentimiz ham bekorga ketmasin dedim-da, mana shuni yalatdi. Bu ham yaladi keyin. Keyin esa bu odam bo'lib qoldi. Gaf. Voy, men bitta joyda tura olmayman. Qaranglar, ikkita oyog'imni 4 ta oyoqda emas. Voy, menga bu yoqyapti. Gaf. Voy, yalmog'iz, nimaga sen qishloqni kuchugi bilan bunaqa qilding? Gaf. Endi men yura olmayman. Endi men gaf qila olmayman. Qochinglar, men ketdim bu yoqdan. Voy, to'xta, qayoqqa ketyapsan? Gaf. Men qochdim. Vau, bizani zelamiz rostdan ham o'xshabdi, kompot, qarang. Sen ustimdan kulyapsanmi? Bizda kuchuk odam bo'lib qochib ketdi. Men endi mana qishloqqa nima deyman? Sani kuchukka odam bo'lib qochib ketdi. Endi nimasi yomon buni? Wow, yalmog'iz, juda ham kulgili bor-u. Kompot, men oddiy zelani tekshirib ko'rmoqchi edim. O'shanga yedirdim men bu zelani unga. Voy, yalmog'iz, endi nima qilamiz biz? Kompot, sanda Men buni qanaqadir zombida tekshirib ko'rmoqchi edim, lekin kuchukda emas. Kompot, sanda jon zelasi qolganmi? Ha, ozgina qoluvdi menda, nimaga? Agar o'shani biz ichirsak, o'sha odam yana kuchuk bo'lib qoladi. Yo'q, shunaqa bo'lib qoladimi? Voqelikroq aytmaysanmi? Ketdim men uni skladdan olib kelay u zelani. Voy, men bu yalmog'iz nimalar qilib qo'ydi? Endi tezroq o'shani olish kerak. Skladga qo'yuvmidim, qayerga qo'yuvdim? O'zi qayoqlarda qochib yuribdi? Voy, tushunmadim. Gaf. Bu yoqda qayoqda shirin ovqat bor? Bu shirin emas, bu ham shirin emas. Gaf. Qanaqa shirin ovqat bor bu yoqda? Kompot, mana bu yerda qanaqadir odam g'alati kiyimda nimalar qilyapti? Yo'q, qishloqqa ahamiyat berma. Bu odam emas. Bu odam, lekin odam emas bu. Voy, kuchuk, odam, nima qilyapsan bu yoqda? Nima qilaman? Men o'zimga ovqat qidiryapman. Qanaqa ovqat? Nimaga yana bu yoqdan qidiryapsan? Boshqa qayoqdan qidiraman? Bu yoqda juda ham shirin ovqatlar bo'ladi. Xo'p, qara odam. Kuchuk. Mayli odam, qara. Men seni yana boshqatdan kuchuk qilib qo'yishim kerak. Yo'q, men boshqa kuchuk bo'lmayman, men odamman. Nimaga sen umringni boshida mana shunaqa kuchuk bo'lib kelgansan-u? Maza qilib kuchuk bo'lib yugurib yurarding, o'rtoqlaring bilan o'ynarding. Bu to'g'ri, lekin men endi odam bo'la olmayman. Men xohlagan ishimni qila olmayman men qo'llarim bilan. Mana hozir ham men qishloqning uyiga kirib, hamma ovqatini olib qo'ydim. Qo'llarim bilan eshikni ochdim men. Voy, yo'q, unaqa qilish mumkin emas. Keyin hammasini yaxshilikcha tugatamiz. Men senga zeli beraman, odam bo'lasan keyin, kuchuk. Zeli beraman deysanmi? Hozir o'ylab ko'raychi. Yo'q, men o'ylamadim. Yo'q, men yana odam bo'laman. Men ketdim bu yoqdan. Kompot, nima bo'lyapti?
Qishloq prosta esingdan chiqargin bo'ldi. Yomon tushiydi bu. Voy, endi tezroq men Zelani olishim kerak. Hop, mana Amjon Zelasini ham oldim. Endi tezroq kuchini topish kerak. U odammi yoki kuchini bilmayman. Qaranglar, hamma yo'lni yoyib tashlaganini tezroq topish kerak. Bunaqa tutish kerak emas u endi o'zini odam, to'g'rimi? Yordam beringlar, mana bu yerdan mudirlar bo'lyapti. Qishloqqa nima bo'lyapti? Kompot, mana bu ko'zga qarang, nima bo'lyapti? Hop, gaf, endi bu yomon tualetim bo'ladi. Hop, mayli. Voy, to'xta, kuchu. Yoki odam nima deyishni bilmayapman sani. Sen mana buni ichishing kerak endi, mana bu zelani. Tushunmaysanmi? Mana bu yoqqa kel. Voy, to'xta, qochmasan, yo, bu yoqqa deyapman. Voy, men hozir seni tuta olaman. Voy, yo, bu bolalarga hozir men tezroq tutib olishim kerak, tezroq. Kompot, nima bo'lyapti? Nima bu o'zini ishlarini mani qo'limda qilib qo'ydi? Voy, qishloq, sen buni yomon tushdi, esingdan chiqarib yuborgin bo'ldi, hopmi? Bo'pti, men uni tutishim kerak tezroq. Voy, obbo, endi ketib qolmasin deb qishlog'imizdan, agar u ketib qolsa bo'ldi, men uni boshqa hech qachon tuta olmayman. Qayoqda ekan u? Aha, bo'ldi, sen endi hech qayerga qochib keta olmaysan. Voy, yalmog'iz, sen uni tutdingmi? Gaf, bunaqa qilish endi yomon edi-da, bunaqa qilish kerak emas edi lekin. Go'sht bilan tutib olish yomon edi, lekin unaqa qilmaylik, chiqarib yuboringlar mani. Yalmog'iz, qanaqa tutding uni sen? Mana bu yerda kichkinagina yamba qazidimda, keyin esa uni ustiga ko'rinmas o'tlar qo'yib qo'ydim. Keyin go'sht qo'yib qo'ydimda, keyin o'sha yerga tutildi. Endi sizlarni musoriyada yetgan narsa yo'q ekanda, endi shuni yeyishga to'g'ri keldim. Ana endi sen hech qayerga qochib keta olmaysan. Hop, bu yoqqa kel. Hozir men senga shuni ichiraman. Ana o'xshabyapti. Bo'ldi. Ura, kompot, biz buni qila oldik. O'zi men to'g'risini aytsam, menga kuchuvligi yoqdi odamdan ko'ra. To'g'ri, yalmog'iz gapirma, bu odam bo'lganda qanaqadir jahldor bo'lar ekan. Kuchi bo'lsangiz qara, unaqa shirin, chiroyli bo'lar ekan. Tushunmadim bolalar. Kompot, nimaga sen mani kuchugim bilan yamaga tushib oldinglar? Nima bo'lyapti? Qishloq, biz bu yoqda o'ynayotgandik, kim chuqurroq yama qilish o'ynayotgandik. Sizlarni o'yininglar qanaqadir g'alati ekan, chiqinglar endi bu yoqdan. Bo'ldi, biz mana hozir chiqamiz kuchu bilan birga. Biz o'ynayotgandik, oddiy mazza qilib o'ynayotgandik bu yoqda. Ana kuchu, san ham chiq. Voy, mana kuchugi masani rosa ham sog'indim. Kompotni o'tirish senga yoqdimi? Biz mazza qilib o'ynadik lekin. Kompot, rahmat senga kattakon bor. Menga rosa qayrlashib yubording mana shu kuchugimga qarab turib. Kuchug, senga yoqdimi kompot bilan birga o'ynash? Ana, deyapti. Menga ham juda yoqdi. Rahmat senga kattakon kompot, qarashib yuborgan. Biz esa ketdik kuchug bilan. Yalmog'iz o'tib ketdi. Kompot, men lekin yomon qo'rqib ketgandim endi bu umrbod odam bo'lib qoladi deb. Yalmog'iz, men ham juda qo'rqib ketdim. O'zi bilasanmi, men bunaqa zelilar bilan ishlagim kelmayapti, lekin ximiklar bo'lgim kelmayapti. Kompot, bu juda ham qiyin. Yana qanaqadir g'alati narsalar ham bo'lar ekan. Bolalar, lekin bugun yomon bo'ldi deb ham yalmog'iz odamni, kuchuni odam qilib qo'ydi. Mayli, zato hammasi yaxshi o'tib ketdi. Men ham endi boshqa zeliyalar bilan ishlamayman va qanaqadir g'alati ekan boru. Nushto bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman, keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.